Heyo do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugungi roligimizda biz Hellclimb Braking o'yinini eng yaxshi top 10 ta zonalarini ko'rib chiqamiz. Unda biz boshladik, qani ketdik. Xo'p, top 10 taligimizni 10-o'rinni mana shu zonaga beraman, chunki bu zonada grafikasi yaxshi, lekin sal bunaqa o'yinda temp qiyinroq ekan, ushlash qiyin ekan. Shuning uchun men 10-o'rinni beraman. 9-o'rinni mana shu zonaga beraman. Bu zona qanaqa? Qishloq bo'ladi, ya'ni qurg'oqchilik mana shunaqa zona bo'lgani uchun tosh aralash, yiqitaman, uraman degandek zona bo'lgani uchun sal qiyinroq bo'ldi o'ynash. Shuning uchun men bu zonani 9-o'rin beraman. Xo'p, 8-o'ringa yarashadigan emas. Endi 6, 7, 5-o'ringa qo'ymoqchi edim, lekin bundan ham zo'rlari bor. Bu zona qanaqa? Bu zonada faqat bitta mashinani o'zi chotka ekan, mashinani o'zini tekinga olar ekansizlar. Zonasiga kelgan bo'lsak, zona sal qiyinroq, ya'ni o'lish darajasi 10 dan bir 6 ni tashkil etadi xullas. Shu zonani men 8-o'rin berdim. 7-o'rinda mana shu zona, bu zona o'rmon, katta o'rmon bo'lgani uchun o'lish darajasi yuqori bunda ham. Shuning uchun menga unchalik yoqmadi. O'yinda nimalar ko'p, timsohlar, mana shunaqa hayvonlar ko'p ekan. Bu o'yin normalli. O'yinning zonasi normalli. Bu 7-o'rin. 6-o'rinda arena. Arenada mana shu joyga chiqish sal qiyinroq bo'ldi. Shuning uchun unda 6-o'rin beraman. Arenada ham faqat 3 yur ekansizlar, lekin oxirida men qanaqa o'lib qolganimni to'g'ri tushunmadim. 5-o'rinda Ragnarok zonasi ekan. Menga bu zona yoqdi, ya'ni nimadir antiqaroq bo'lgani uchun qiziqroq tuyuldi. Normalli. 4-o'rinda mana shu kosmik zonani berdim, chunki kosmik zonasida faqat uchib yurasiz. Shundan iboratki, bunda o'lish darajasi yo'q. Ya'ni 10 dan 1% o'lishingiz mumkin. Faqat vaqt berilgan sizga. Mana shu vaqt ichida siz faqat uchib yurasiz. Normalli, lekin zonasi normalli. Xo'p, top 3 taligimizga kelib oldik. 3-o'rinda Halloween. Halloweenga to'g'risi menga yoqdi. Nimaga aytsanglar, Halloweenni to'g'risi zonasi chotka ekan. Qarg'alar bor, o'lik, zombilar, mana shunaqa grafikasi menga vobshem yoqqani uchun 3-o'rin berdim. 2-o'ringa keladigan bo'lsa, Neon Effect chotka to'g'risini aytsam. Shuning uchun bunda ham qiyinroq ekan o'ynash, lekin arziydi. Agar mod versiyasini o'rnatib olsanglar, o'yinni maza qilasizlar to'g'risini aytsam. Bunda 2-o'rinni beraman va 1-o'rinda arziydigan yana bittasi bor. Xo'p do'stlar, 1-o'ringa kelib oldik. 1-o'rindagi zona juda ham chiroyli. Har bitta o'yinda, har bitta zonasida ham o'zining zavqi bor ekan, lekin mana bunda men maza qildim to'g'risini aytsam. Gollywoodning shahariga siz aylanib yurasiz. Har bir urilganingizga narsalar portlar ekan. Portlagani uchun menga 1-o'ringa yoqdi. Maza qilib o'ynadim to'g'risi.